Amerika prezidenti Joe Biden ve Yaponiya baş ministri Kishida Fumio ikki taraflik ve rayonluq meselelerini muzokara qilgan tor yig'inida Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligini yo'qotish uchun yaqindan hamkorlashishga va'da berdi. İlgilenishicha, Biden bilan Kishida Xitoyning Sharqiy Turkiston va Hong Kongdagi dafsandichilik harakatiga bo'lgan andishini o'rtoqlashgan. Biden Amerikaning Yaponiyaning bexatarligiga bergan va'dasini yana bir qatim ta'kidlagan. İki rahbar yana Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlikning muhimligini ta'kidlagan. Litva doiralari Tayvanning o'z davlatida Tayvan nomida diplomatik ishxona ochishga yo'l qo'ygandan keyin Xitoy bilan bo'lgan munosabati yiriklashdi va eksporti polish olg'a tushib qoldi. Janubiy Xitoy Atinganlik pochta gazetining xabariga qaraganda, Litvaning Xitoyga qilgan eksporti oldingi yildagiga solishtirganda noyabrda 91,1%, dekabrda 91,4% tuvanlagan. Bu sonliq ma'lumotlar Litva eksportchilarining yaqinqi oylarda Xitoyning nomsiz savdo embargosiga uchraganligi to'g'risidagi arizlarini isbotladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning boshqarilgan bomba texnikasini eksport qilganligi uchun 3 Xitoy shirkatiga embargo yurgizishni tanqid qildi. Amerika Moliya ministrligi Xitoy olam qatnashi fan texnika shirkati, Politexnika cheklak shirkati va uning tarmoqlarini boshqarilgan bomba texnikasini tarqashdagi faoliyatlari uchun jazo tizimiga kirgizganligini e'lon qildi. Beijingdagi qishliq olimpik tanlarkat musobaqasining yiqilishiga ergishib, Xitoy doiralari Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Sharqiy Turkistonni qishliq tantarbiya sayohati markazi qilib bozorga solmoqchi bo'lyotdi. BBC'ning xabar qilishicha, G'arb davlatlarining Xitoyni Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik bilan ayblishi bu rayonning iqtisodiy yo'shirun kuchidan foydalanishni xohlaydigan chet el shirkatlarini to'sib qola olmagan. Xitoyda rasmiy taratqularning Sharqiy Turkiston haqidagi xabarlari qor bilan qoplangan o'gizlar bilan yog'och uydan o'tayotgan chana va qor telish rasmlari bilan to'lgan. Aqsaray Amerikaning Saudiya Arabistonining kishilik huquq dafsandichiligiga ko'ngil bo'ladiganligini, ammo Saudiya Arabistonga qurol setishni to'xtatish masalasining hozircha kun tartibida yo'q ekanligini e'lon qildi. Gollandiya hukumati Ukrainaning qurol ehtiyojiga aktiv qaraydiganligini e'lon qildi. Gollandiyaning yangi tashqi ishlar ministri Wopke Hoekstra tashqi ishlar komiteti yig'inida Rossiya-Ukraina krizisi haqida so'z qildi. Hoekstra tushuntirib mundaq dedi: "Agar Ukraina qurol talab qilsa, Gollandiya hukumati uningga aktiv qaraydi." Salvadorning prezidenti Nayib Bukele Turkiya ziyorati jarayonida ijtimoiy taratqulardagi yumorliq va qizg'in turkcha yozmalari bilan turk agashkuchilarining diqqatini tortdi va olqishga erishdi. O'rta Amerika davlati Salvadordan Turkiyaga tunji prezident ziyoratini qilgan Nayib Bukele 3 kunlik ziyarati jarayonida Twitter hisobida 5 turkcha uchur ham berildi.